Bir pajarniyda ishlagan odam aytayapti. Onani hech kim to'xtatib qola olmaydi, uy yonayotgan bo'lsa bola ichida qolsa. Yonsa men bolam bilan yonaman dedi. Bolasiz menga hayot kerak emas dedi bechora ona. Bir uy yonyapti dedi, sayus paytda dedi. Beshikning ichida bola qolib ketgan dedi. İçidagi alanga lovullayotganiga hech kim yaqinlasha olmayapti dedi. Ona bechora yuguryapti, ushab qolyapti, yuguryapti, ushab qolishyapti. Bir olovga qarasa hushidan ketadi. O'ziga keladi, dod dedi, bolam, bolam dedi. Bir mahal uzoqroq o'zidan ketdi dedi. Qarab turganlar e'tiborsiz qoldi dedi. Ko'zimiz tushib qoldi, alanganing ichiga kirib ketdi-yu dedi. Iloji yo'q, kirib ketdi dedi. Suvlarni sepyapmiz, harakat qilyapmiz, lovullab o'chishi qiyin, jazirama issiq. Bir mahal o'chirdik-ku, beshikni qarasak, chachilib ketibdi dedi. Yetishlikka nima qilmasdan sindirib tashab, bolasini bo'lsa yuzi kuymasin deb shunday bag'riga bosib yiqilibdi-da ona dedi. Bola ham, ona ham yonib ketgan-u, bolani yuzi qopti-da dedi. Ana onaning mehri.